Assalomu alaykum hammaga. Bugun 29-elementimiz mis bilan tanishamiz. Mis atom raqami 29 bo'lgan kimyoviy elementdir. Misning kimyoviy belgisi Cu, lotincha nomi kuprum. Mis qadimdan ma'lum. Endi misda xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 29, atom massasi 64, normal sharoitda qattiq, rangi qizg'ish sariq, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1,9, qaynash temperaturasi 3200 Kelvin yoki 2927 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 1357,77 Kelvin yoki 1084,62 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 8,96 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Misning kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mis kimyoviy belgisi Cu, atom tartib raqami 29, nisbiy elektromanfiyligi 1,9, atom massasi 64, elektron konfiguratsiyasi 3D10 4S1 ni tashkil etadi, chunki bunda bitta ko'chish bor. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida massasi 1,7 gram bo'lgan mis bo'lagini ko'rishimiz mumkin. Endi atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 29 ta elektron bor. 29 ta elektron atomda harakatlanadi va atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, misda 29 ta protoni bor va 35 ta neytrondan tashkil topgan. Ko'rishimiz mumkin. Bugun mis haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.